Xo'sh, hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda biz dima kontrollerni vazifasini batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'sh, dimani o'zi yoyilmasi Directory Memory Access deb yoyilmasi mana shunaqa ma'noda keladi. To есть bu kompyuterda dima bunday narsa tushunish kerak. Bu a, kompyuterdagi ma'lumotlarni qurilma bilan to'g'ridan-to'g'ri operatsion xotira RAM orasidagi protsessorsiz uzatish imkoniyatini beradi maxsus qurilmaga yoki maxsus qurilma yoki tizimdir. Bu materiskiy platani ichida bo'ladiki, mikrochipset. Uni vazifasi shu operatsion sistemasidagi ichidagi programmacha bo'ladida bu. Uni vazifasi protsessorsiz a, ma'lumotlarni almashishga yordam beradi. To есть nimaga? Ba'zida shunaqangi joylar keladiki, bizda ma'lumotlar almashishimiz juda ham tez bo'lib ketadida va unga protsessor aralasholmay qoladi. To есть protsessor aralashsa ham bo'ladi, lekin u kichkinagina ma'lumot, kichkinagina narsada protsessor aralashishi shart emas. O'zi har bitta bizga har bitta vazifamiz protsessor aralashadi. Lekin bir ikkita kichkinagina vazifalar bo'ladi. Masalan, orqada Ctrl+V ni bosib, qo'shiqda yoki qayerdadir faylda buyoqqa o'tkazsalaring, u yerga protsessor boshida aralashadi xolos. Butun protsess aralashmaydi. Masalan, siz 2-3 gigalikka rasm va faylda buyoqqa Ctrl+V qilsangiz, загрузка bo'lib turadi-ku, u dima orqali bo'ladi. Protsessor nima qilib beradi? Protsessor faqatgina boshida bitta shunday yo'lga solib qo'yadi-da, qolgani dima vazifasini bajaradi, dima. То есть Directory Memory Access bu o'sha protsessorsiz, kompyuterni miyasiz o'zi bilgan holatda ishlaydi. То есть bu narsani o'sha RAMga saqlaydi yoki жесткий diskka saqlaydi va boshqa narsalarga saqlab ketaveradi. Buni asl vazifasi shu. Xo'sh, dimaning asosiy vazifasi, agar yana batafsil ko'radigan bo'lsak, ma'lumotlarni protsessor yuklanmasdan to'g'ridan-to'g'ri RAMga yuborish yoki olish yoki RAM emas, жесткий disk. Mana shunaqa vazifani bajaradi. Dima qayerda ishlatiladi? Diskdan fayl yuklaganda yoki video yoki audio oqimlarga RAM yuborilganda, masalan, o'sha Ctrl+V qilinganda, tarmoq qurilmalari ma'lumot uzatganda, sensorlarda yoki boshqa perfik qurilmalarda tez-tez ma'lumot kelganda, masalan, kompyuter telefonga ular bir bo'la qilasizlar-ku, o'sha joylarda nima ishlaydi? Nima o'zi nimaga kerak va nimaga вообще yaratilgan? Birinchidan, tezlikni oshiradi. Protsessor bilan ko'p ishlamaydi. Qancha protsessor kam ishlasa, shuncha kompyuterimiz yengil ishlaydi. Protsessor yukini kamaytiradi, boshqa ishlarni tezroq bajaradi. To есть, nimaga e'tibor beravermaydi protsessor. O'zini ishini qilaveradi protsessor. Dima bu yerda mana shunaqa mayda ishlarni qilib turadi. Samaradorlikni oshiradi. Chunki o'sha protsessor e'tibor bermayapti, bemalol kompyuterimiz yana boshqa qo'shimcha vazifalar bajara oladi. Dima bu narsani o'zida bo'yniga oladi. Mana shunaqa vazifani bajaradi Directory Memory Access. Xo'sh, agar buni mikrosxemada chipsetda ko'radigan bo'lsak, mana protsessorimiz, mana bu RAM, operativ xotira, bu esa жесткий disk. Ba'zida жесткий diskdan ma'lumot ketganda, buni RAMga borib tushganda, o'zi qoida bo'yicha bunaqa ketadi-da o'zi. Qaysidir siz faylda Ctrl+C qilganingizda, жесткий diskda fayl C qilganingizda bunday borish kerak va bunday borish kerak-da bu. Lekin mana bu buni ishi ko'p. Bu bunaqa mayda ishlarga vaqtini ajratolmaydi. Shuni hisobiga dima degan narsa yaratilgan. Dimani vazifasi bir martagina aytib qo'yadi. "Shu ishni qil meni o'rnimga" deydida, bo'ldi. Значит, bu avtomatik ma'lumot beraveradi dimaga. Dima bu RAMga beradi. Keyin RAM bundan qaytaradi va bu bunga qaytaradi. Mana shunaqa bo'lib ishlaydi. Protsessor bir martagina qaranglar, o'zlaring hal qilvoylar degan narsani aytganday aytadi va dima o'zi avtomatik bilib shu ishlarni qiladi. Mikrosxemada mana shunaqa narsa ko'rinadi. Xullas kalom, dimani asosiy vazifasi protsessorsiz ma'lumotlarni RAM yoki qattiq diskka saqlash hisoblanadi. Bu narsa protsessorsiz ishlaydi. Protsessorga dima o'zi nima uchun yaratilgan? Shu protsessorga yengillik tushish uchun, mayda-mayda ishlarni mana shunaqa dimakida sistemani qilishi uchun. Menimcha video tushunarli bo'ldi. Hammaga rahmat.